Assalomu alaykum. Buxoro davlat texnika universitetida bo'lib o'tgan eng muhim voqealar, tadbirlar va yutuqlar haftalik dayjestimizda. Istanbul tijorat universiteti rektori Necdet Shimshek va universitetimiz rektori Sadoqat Sidiqova uchrashuv o'tkazib, ilmiy ta'limiy hamkorlik memorandumi imzoladilar. Oliygohimizda Turkiya va O'zbekistonda oilani mustahkamlash nomli xalqaro konferensiya o'tkazildi. Ushbu xalqaro konferensiyada yangi loyihalar va memorandumlar muhokama qilindi. Oliygohimiz rektori Sadoqat Sidiqova Germaniyaning Berlin shahrida o'tkazilgan O'zbekiston-Germaniya universitetlar forumida ishtirok etdi. Forum doirasida Germaniyaning bir qator kompaniyalari bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi. O'zbekiston va Koreya oliy ta'lim muassasalari rektorlari ishtirokida forum o'tkazildi. Forumda oliygohimiz rektori Koreyaning yetakchi universitetlari bilan akademik mobillik bitimlarini imzoladi. Oliygohimizda Malayziya delegatsiyasi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv mobaynida hamkorlikni kengaytirish, halal va dron markazlarini rivojlantirish va hamkorlik memorandumini imzolash masalalari muhokama qilindi. Oliygohimizda fakultetlararo tashkil etilgan qo'noqlar va zukkolar shousida talaba yoshlar ijodiy chiqishlar bilan ishtirok etishdi. Ma'rifat maydoni loyihasi o'tkazildi. Tadbir davomida talabalar kreativ va ijtimoiy loyihalarni taqdim etdilar. Talabalar teatr studiyasi ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Unda talabalar sahnadagi chiqishlar orqali vatanparvarlik va ma'naviyatni namoyon etishdi. Qalqon jamoatchilik guruhi tomonidan Qalqon sharafi mardlik sadosi shiori ostida guvohnoma va tashakkurnoma topshirish marosimi o'tkazildi. Oliygohimiz hamda O'zmilliybank hamkorligida amalga oshirilgan Kelajakka qadam loyihasi doirasida 78 nafar iqtidorli bitiruvchi talabalarimiz o'z biznesini yo'lga qo'yishi uchun imtiyozli kreditlar bilan qo'llab-quvvatlandi. Universitetimiz hamda Asia Transgaz O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasi o'rtasidagi hamkorlik doirasida homiylik asosida zamonaviy ilmiy tajriba xonasi tashkil etildi. Deputat tashabbuskor va faolligi nomli Yashil taraqqiyot forumi o'tkazildi. Ushbu forum davomida universitet hududida manzarali ko'chatlar ekildi. Keling, endi universitetimiz jamoasi tomonidan erishilgan muhim yutuqlar va ijobiy natijalar bilan tanishib chiqamiz. Buxoro davlat texnika universiteti rektori Sadoqat Sidiqova oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vaziri tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlandi. O'ndan ortiq ilmiy izlanuvchilarimiz turli yo'nalishlar bo'yicha ilmiy daraja himoyalarini muvaffaqiyatli o'tkazdilar. Universitetimizda rektor stipendiyasi tanlovi g'oliblari taqdirlandi. Kriptologiya bo'yicha o'tkazilgan Respublika olimpiadasida universitetimiz talabasi Sevara Saidova faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimizning so'nggisi edi. Universitetimiz haqidagi yangiliklarni rasmiy saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.